8 qavatli elitniy lifli domning 4-qavatdan umumiy maydon 70 metr kvadratni o'z ichiga joylagan fayzli xonadonimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Asosiy kiraverish qismida kattagina koridor, zerkalli oynalarda ishlov berilgan, prixojlik qilish uchun joylarimiz qoldirib ketilgan. Birgalikda batafsil proyektni ko'rib chiqamiz. Asosiy kiraverish qismida bizni kattagina hol kutuv bo'ladi. Proyekt bo'yicha asosiy mehmonxona, yotoqxona, kuxnya hamda umumiy holatdagi sanuzil qismi. Ko'rishni asosiy mehmonxona qismidan boshlaymiz. Ichki eshiklarimiz zakaznoy MDF, devorlarimiz mo'ysha bo'ylarda ishlov berilgan. Derazalarimiz 2 qavatli akvaplast romlardan xonadonimizga ko'rk beruvchi dekor uslublarda ishlovlar berilgan. Qandir parda gilamlarimiz esa to'shalgan holatda. Asosiysi domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan. Kadastr hujjatlarimiz tayyor holatda. Manzilimiz Buxoro shahar, Fayzobod masjidi qarama-qarshi 8 qavatli elitniy lifli domning 4-qavatda joylashgan umumiy maydon esa 70 metr kvadratni o'z ichiga joylagan. 2 xonalik uchun ideal proyekt. Kuxnya qismimiz. Gazli plita, vытяжка, двухконтурный котел, moykalarimiz qilingan holatda, mягкий zona uchun joylarimiz qoldirib ketilgan. Umumiy holatdagi sanuzil qismimiz pastdan tepagacha to'liq kafel qilingan holatda. 56 ming dollarga baholanayotgan ushbu xonadonimizning batafsil ma'lumoti sizga qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, pastki raqamlarga murojaat qilishingizni kutib qolamiz.